Assalomu alaykum baliq ishqibozlari. Mana bugun yana Xudo xolasa vaqtimiz bo'lib qoldi. Anchadan beri baliq o'yiga kelganim yo'q edi. Bugun imkon bo'lib qolib, mana endi bugun baliq o'yiga chiqdim. Mana kuz kelib, sholilar ham pishib, mana sholilarni quritishyapti. Shu baliq o'yi ham ancha nima deydi, susayish arafasida turibdi. Baliq bundan bag'i endi kam chiqadi. Ilon boshlab o'sha ancha chiqmay ham qolishni boshladi o'zi. Endi bugun bir ikkita joylar bor. Xudo xolasa o'sha joylarga ketyapman hozir. Imkon qadar natija qilishga harakat qilaman. Kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqsa like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring. Videolarimiz birinchilardan yetib boradi. Shunaqa yo'llar mana. Xo'p, bo'lmasa kuzatinglar bizni. Joyimizga borib, Xudo xolasa syomka qilishni boshlayman. Akalar, syomka qilishga ulgurmay qoldim. Bitta sazan oldim. Mana hozir Xudo xolasa endi harakat qilamiz ulgishga. Joy mana shunaqa. Yangi joyga keldim, oldin bir tashlab ko'raychi. Natija bo'lsa unga qarab keyin kamerani yoqaman dedim. Natija bo'lib qoldi. Sazan bor ekan. Mana. Xudo xolasa endi syomka qilishga harakat qilib syomka qilamiz Xudo xolasa. Yaxshi tortyapti. Mayda bo'lishi ham mumkin. Ko'ramiz hozir. Sazan bo'lsa sekin o'zi sudrab olib ketadi. Tortishdan ham bilsa bo'ladi sazan basligini. Unchalik mutaxassis emasman men. Ozmoz bilganlarimni gapirib boraveraman. Do'stlar, endi bugungi natijam Xudo xolasa ikkita bo'ldi. Ko'rsata olmadim. Kattasi 2 kilo atrofida. Kichkina. Kattani zo'rg'a olib chiqib oldim, video qila olmadim. Kichkinani kelib tashab sinab ko'radiganimda chiqib qoldi. Undan video qila olmadim. Xafa bo'lmaysizlar endi bu safar. Xudo xolasa keyingi safar iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani o'g'liga baraka.